Assalomu alaykum darvozachi bolalar kanali kuzatuvchilari. 2026-yil yanvar oyidagi darvoza narxlarini bir qator tanishtirib o'tmoqchimiz. Birinchi darvozamiz 2025-yilda eng ko'p sotilgan darvozalardan bittasi Samarqand fason darvozalarimiz. 2026-yilda aksiya narxda 1.200.000 so'mdan O'zbekistonda xohlagan viloyatingizga olib borib ustanovka dastavkasi bilan qo'yib beramiz. Darvozamiz bir qavat 1.8, ikkinchi qavatiga 1.3lik shirshavr listlar bosilgan. Ikkita yoni tagi 10 lik shivillarda bo'lgan, ponni qalin holatda darvoza, devo kraska mat yo'laklari bilan zubr toza zamoylar bilan olib borib ustanovkasini qilib beramiz. Keyingi darvozamiz taraf fason darvoza, ponni silliq ishlangan, 2 qavat 1.8 da ponni shumka qilingan darvoza, kraskalari devo kraska, yondorlari 10 lik brusda tayyorlangan, tagi shivillarda. Bu darvozamizni ham 1.200.000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkasi bilan qo'yib beramiz. Keyingi darvozamiz shtampovka darvoza, Dubay pechat deyiladi. Listlari bir qavatli, 1.3 listda bo'lgan, nirjavikalar yopishtirilgan, yondorlar 8 ga 6, tagi 8 lik shivillarda. Buni devo kraskada 1 kvadrat metrini O'zbekiston bo'ylab 600.000 so'mdan dastavka ustanovkasi bilan qo'yib beramiz. Keyingi darvozamiz Afsona fason darvoza, bu ham 1.8 listdan 2 qavat qilib ishlangan. Ponni qalin holatda, ichlariga shumka qilingan, orqasi tekis holatda, nirjavikalar yopishtirgan. Bu darvozamizni ham 1.200.000 so'mdan aksiya narxida O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkasi bilan qo'yib beramiz. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlari mumkin.